Sunukun eriştik evliyalarını her vakit çaq asla bular lebbey dep durdu. Sunukunun joru qılmağdı. Nemse Sunukunun gepini anlaydı. Nemişqa? Çünkü eriştik cimi evliya endiyalar Sunukunga bir köngül qazi var. Hele qaymıqışken müşkünün yüz töben. Meyli Yamaraja olsun, meyli Ejderşah olsun, meyli Teyşanlavcun olsun, meyli Munarç Pelekşah olsun. Hemmisi bunun bir köngül qazi. Çünkü Sunukunun erişlim alman qilishinin özü bir uyun. Muşula paydalanıp ketken yiyeceğin şey. Muş vaqtimizda bular özünün nurgun günahını yuvagan. Nurgun üzderip qoyğaşның hemmisini Sunukunga atıp qoyğan. Barcha javobni, barcha jazoni Sunukun öz yalğız töylegen. Bu nimgenge mazmun qilgan do'stlar, meni go'njo qilib filmning davomini alinglar. Masalan, Sunukun eng dastlab Yamarajaning dargohiga kelib, oyat mamat putigini bo'yayotgan vaqtning o'zida ajiba Yamaraja Sunukun rostli kontrol qilamamda, rostli tankilamamda mushad Yamarajaning gapini anglab beqinglar. 哪个不归我管，我叫他三更死，他就活不到天明。 Yamarajaning gapini aytgan vaqtingizda oyat mamat mushuning qo'lida. Bu xalqa vaqtingizda bu oyat mamat daftarini elib, yüzü o'zgartirlaydi, yüz yozalaydi, o'ltiraysiz o'ltirib atalaydi, oyat qolsin, oyat qoldiralaydi. O'zining qo'lida bu ishning hammasi. Endi Sunukun bu oyat mamat putigini bo'yayotdi aytdi. Undan Yamaraja buni asli keltiramamda. Bunu chiqayni qayt yozsa, va yoki buni uchasa, bu ishni qilib bo'lmamda sizlarcha? Bo'ladi. Undan Yamaraja nimish o'zi buni qilmay, Yo'rin sultonning oldiga chiqib buni ma'lum qildi, Sunukun boshladi dedi. O'ylab qo'yinglar. Necha ming yilda yaqin Yamaraja mashoyat mamat putigini shundoq pok saqlagan bo'ldi. Buniki xatolik qilib qo'ygan, o'zgartgan, o'z manfaatiga shaktatgan yerlar yo'qmi? Chuqum bor. Endi men Sunukunun qilgani naq mashning hammasini bir yo'lila juvatadigan fursat keldi-ku. To'xta mashning hammasini bir yo'lda juvatalik deyman deb ma fursatni kutdi. Ma fursatni kutib oldik qarsanglar. Undan so'ng Ejdershahchu Sharqdan Ejdershah qarsak, bu nurg'un qoral jarahni saqlaydigan yama. Buning qo'lida nurg'un qoral jarah va bu yerda qoral jarah eng güchlilarning tizimligi va Yo'rin sultondan olgan. Yo'rin sultondan shuni qatamida pul mal, manodek eng güchlilar tizimli bo'ldi, kirim chiqimni oladi. Endi Ejdershah muslatinachi musul degan hammasini o'zi tutgan bo'ldi. O'ylab baqalar nurg'un alvastilning qo'lida eng güchlar qurolli va men bu ishlarning qo'liga berib qoldi. Kaladiyevining qo'lidagi eng güchlar musharin kelgandek turdi, ular dabbadi. Sharq dengiz Ejdershahining qasrida bor. Demak, Moshadimi bir ilm berim so'di bor. Buning hisob kitobini Ejdershah Yo'rin sultonga o'tkazish kerak. Sunukun oltin to'qliq gurini elish jarayonida netchisini buzyapti, shundami? Undan so'ng bu vaqtning Sunukun netchini buzdi. Ejdershah nima desa shu. Netchin deb kelsa shuncha bo'ldi. Shundami ya? Demak, ma ishmo o'tkaldan o'tdi. Endi bu Ejdershah bilan Yamarajaning o'ynagan bu chiroyli o'yinini ko'rgandan keyin erishtikilarning ko'zi qizardi. Darhol shu vaqtimizda erishdiki avliyolar Taybay jinshoning qashiq berib, "Voy piri, maybe xapamay bir Sunukun manda erishki chillasak, shunlar bizmi azroq bir o'tkalda o'tib olsak deb bir plandan beri tuzdik." Şunun bilan bu yerda Taybay jinshin Yo'rin sultonga bu taklifni bergandan keyin Yo'rin sulton ma'qul dedi ishkilanmang. Endi chiqqandan keyin Sunukun nima qilib qo'ydi? Maraxur qilib qo'ydi. Erishdiki birdan bir qatnash quroli hamma otni moshinaga berdi. Endi bu ot, kalla, qo'y degan hamma narsa yayroqdamadi, qarsak, bir 3 4 5 6 kam bo'lsa, yoki jiqib kelsa bir qarab uni qo'llanmaydi. Hali bir to'plashib olgan vaqtda shundami? Sizlarchi mana shu otlarning sonining hammasi to'g'rimidi? Otlarning eliq putuk sani hammasi to'g'rimidi? Bularning yurib ketgan, setayotgan, gap ketgan yo'qmi? Ba, şunu bilan Sunukuni miraxur qilib qo'ydi. Mash otlarni yitlab aprib, samoyo'lda chaptirib o'ynadi. Shunlar otlar urkib qochib ketdi. Bu yerda netchis qochib ketdi. Oyshining netchi desa shunchini yozib bo'laydi urdi endi. Demak, ma o'tganmi? Pokizlanib ketdi. Bu ishni o'qigandan keyin ham astalik shaptullik qaraydigan bilan maslahatlashgan ishlar bor. Endi bu yerda erishlik avliyolar Yo'rin sultondan yushurun shaptullarni olgan, yegan ishlar yo'qmi? Umi bor chuqum. Endi bu diloni mal qilish kerak. Sunukuni shaptullik qartib qo'ydi. Bir maymunni shaptullik qartib qo'ydi degan gap, ishtiqa ma go'shga qaradi, loq go'sh qarabdi degan gap emasmi? Endi xil o'yin ekanligi chiqib turmamdi. Shuning bilan shu vaqtning o'zida eliq shaptullik qaraydigan bo'vay deydi qarsanglar. Bu har bir shaptulning soni bor. Maningdan mancha mingtal, maningdan mancha mingtal, aningdan ancha mingtal deb sonini deb turibdi. Endi Sunukun bichara bu shaptulni birdan bir sanab o'tkazib olganlamda qig'il bo'lmaydi.
Anın demek çoğunu ben sana sonu bilen ötkazdim. Sen mi sonu bilen ötküzüşün gerek. Kan bop kalsa hemmisi sana hesaptaydı. Şunlarla toğaş bezmizde bu hemmisini yıvattı. Demek bularning arlık düşüp ketkenning hemmisi yani Sunukungning dümbisiga yezildi degan gap. Qaranglar, her işte ötküzildigan eng katta ziyofat to'g'ash bezmizda bir muhofazatchi yo'q. Bir qaraydigan odam yo'q. Sunukung uyiga kirib o'ngtay qilyapti. Endi bu yerda yenib berib, endi Tayshanlovchining qasri keldi. Ey avliyo peshvosi, butun avliyolarning peshvosi eng katta qasr tursa, Sunukung kiplik kirkit olamda bu ishni bir mimasmi yo'qmi deb qo'ydigan. Sunukung kirib tursa, bunun iskirna ayaqlar uçup yürüp Sunukungning ko'z oldida paydo bo'ldi. Sunukungni yigizganmamda mening migim kelgan uni ko'rib, endi bu yerda avliyo peshvosi o'ylab qo'ygan. Yilda Yo'rin Sultondan ham shu iskirna ayaq yasayma deb qanchalik material engishtirlarni oladi. Qanchalik iqtisod pul olamasdan iskirna ayaq yasabyaptimiz-da. Endi bu hisob kitobni to'g'rilash kerak. Shuningdek buning hammasi bu mu Sunukungga yozildi. Endi mushar yenib Sunukung ketganligidan endi darhol Munarchi Palakcha 100 ming arish lashkarlaman berib Sunukung yo'qda dedi. Sunukung bilan jang oldi, bir qismi o'ldi. Endi bu arishdagi lashkarlarning tizimligi, bularniki dangansi shu Munarchi Palakchaning qo'lida. Shu necha adam oldik, necha odamga maosh taqiblatimiz degan bo'lsa, ashning degini hisob. Endi necha vaqtdan shunday ep kelgan. Endi sansifirni düylashtirgan vaqtda Sunukungning qishida bu nechisi o'lib ketdi desa, bu yurdi tex napiq pul olish mumkin onunga. Demak, Munarchi Palakchaning maoshimi hal bo'lib ketdi. Endi tushuninglarmi? Shuning uchun bu vaqtning oxirida Amitda kelib buni anasir teg'ini ostiga bostirib qo'ygan vaqtda Sunukung nima dedi osmon qarab, "Yudi rulaynimin piyan vola" dedi. Hemen meni aldı deyen arıştık evliyalar dedi. Sunukung kalba emas. Ma tağının asıd yetip durup, ağanın yüzünün aldıqanlığını, bunun hem günahını başının atıp koyğanlığını Sunukung bildi. Emdi tağıdın çıktı, Nommakil sepirdi maqla. Emdi aqasının o vaqti qayzini qaytırdığı vaqtin keldi. Bo'lmasa men oshkorlayman deb bahs bo'ladi. Shuna beriblar Munarchi Palakchani desa, voy ma'qul biz berib yordamchilik deydi. Ajdar Shahni har vaqt chaqasa labbay deb kelib yomg'ir yog'dirib turadi. O Tayshanlovchining qashq borib, "Ha, lavar" deb qo'yib qashq kelib, "Menga iskirna oyoq berayin, 1000 talva" desa, işte voy unchalik yo'q deydi. Sunukungimiz qo'rqmay deyalaydi. Chunki bu yerdagi avliyo peshvosining iskirna oyoqlarining yana qanchalik qolganini shu Sunukung bilan ikkisidan biladi. Shuning uchun ma'nilik yejib qo'yibdi-ku. Qaranglar. Shuning uchun Nommakil safar jarayonida arishlik avliyolarning Sunukungcha aslan labbay deb turishlik sabab ash ko'ngil qarz uchun. Ash ko'ngil qarzni qaytaradigan vaqt keldi. Tushuninglarmi? Endi men masalani xilroq tushundinglar, ha? Kingsanda Sunukung to'g'riliq vahshiy qiziqarli bir mazmun so'zlab birman, ha? Guanju qo'lib, Washingtonda Pinochet yezib qo'yinglar. Kingsanda anglaymiz. Rahmat.